Sharq Turkistonning vatandoshları, hammalarga Umar Bekaliydan o'tib salom. Bugun bu yerga chiqishimdagi birinchi sabab bu demokratiya bor dedik, saylanma bor dedik. Hala men muhasabat chiqqandan beri qaradim, ya'ni bizning bu Uyg'ur qurultayida bo'lsin, surgun hukumatlarda bo'lsin, va boshqa tashkilotlarda bo'lsin, hozirga qadar bizniki bir qozoq vakil yoki surgun hukumatda dastlab ekan bir otamiz bor. Bugün ben milletvekili bu bir geldim. Demek ki bugünüm Şarkı Turkistan'ın müstakilliği Kazaklarının yardımından ayrılanmaydı. Yani biz bir kan, bir can. Tarihten beri aşında. Tarihi karsanlar mı? Üç vilayet inkılabımız mı? Bizlerden okşaş mürünü tirap, can bergen, kanak kuzgallar, yani okşaşlı Kazaklar. Bizlerden kırındaş. Bizning nurg'un vatansuvar ilg'or ziyolilarimiz, vatanparvar qiz o'g'illarimiz bor. Qozog'istonda bo'lsin, Yevropada bo'lsin, dunyoning hamma yerida bor qozoqlar. Nima uchun shularni aranglarga olmaysizlar? Sizlarda demokratiya bo'ladi ekan, cho'qim maktublarni yo'llab, taklif qilib qilsanglar, bizning sizlarga tang kuch chiqarib, shu lager masalasini qandoq dunyoga yo'ritib, sizlar 30 yil qilamagan ishni biz 1 yilda qilib berganga o'xshash, bunimi biz mustaqilliknimi 30 yilda qilamagan mustaqillikni 3 yil ichida ilishga Alloh qilsin. Bar kuchimizni chiqishga tirishimiz qozoq vakillarimiz.